Əmirlər bir-biridən ehtiyat qilishapti. Hammasining ko'ngillarida o'zlariga tushliq so'qqan cho'tlari bor edi. Ular xonning pat yaqinda qazo qiladiganligiga-mu, Shahzoda Uvays xonning pat yaqinda turponga kelib taxtda o'tiradiganligiga-mu ishonatdi. Hech nimani anglamagan, bilmagan bo'lib olib, beparvo qiyofatga kirib olgani bilan o'rtada pat yaqinda yuz beradigan o'zgarishni o'zlaricha mo'ljallashatdi. Dangsaytdi. O'rdada o'zgarish bo'lib taxt egisi olmasa, hozirgi mansibini saqlab qilish qilolmasligini mulohiza qilishatdi. Shahzoda Uvays xonga kimning yaqinligini, kimning shahzoda bilan aloqa qilayotganligini bilib olmoqchi bo'lishatdi. Burunroq aqlini jo'rib, shahzodaning derkini qilib, sadoqatini bildirib qo'ymaganiga pushaymon qilishatdi. Shaharning Uchko'rik mahallasiga joylashgan Amir Kabir qasriga yo'shirincha berib, Malika Sulton xotunga salom berishga o'ringanlarmi bo'ldi. Lekin Malika Sulton xotun hech kim bilan ko'rishmadi. Avatgan so'g'i salomlarni qabul qilmadi. Sulton Shir Muhammad xonning ikki o'g'lidan birini naib xon qilib ko'tirishni planlaganlarmi bor edi. Bular o'z vaqtida Sulton Shir Muhammad xon tarafda turib, uning xonlik taxtida o'tirishiga alohida kuch chiqargan. Keyingi vaqtda uning a'tiborlashiga erishgan amirlar edi. Nihoyatda afsuski, ularning qo'llarida Sulton Shir Muhammad xonning o'g'illarini vali ahdlikka tayinlagan vasiyat yo'q edi. Ular muddasini xonishga bildirdi. Lekin xonish bundaq vasiyatning yo'qligini aytdi. Shu topda Sulton Shir Muhammad xon harakatsiz, suvonsiz edi. Shunga vasiyat yozdirishning imkoniyatimi yo'q edi. Sulton Shir Muhammad xon mangu o'lmaydigandek vali ahd belgilamagan. Vasiyatni qoldirmagan edi. Shunga ularning bu plani amalga oshmadi. Bundaq ahvol ostida qurultay chaqirish orqali naib xon belgilashdan boshqa chora yo'q. Lekin nima uchundir Ulusbegi Xudoyidat qurultay chaqirishning, naib xon belgilashning hojati yo'qdek bahramon yuratdi. Mushundaq qatmal vaziyatda Ulusbegidan boshqa har qanday bir amirning qurultay chaqirishga farmon berish huquqi yo'q. Biroq ular aldirab qolgan edi. Aldirmasimi bo'lmaydi. Shahzodalardan birarini darhol naib xon qilib tiklab olmasa, keyin Shahzoda Uvays xon taxt da'vosi qilib ostoniga kelsa, ularning har qanday gapi oqmaydi. Navoda Shahzoda Uvays xon taxtda o'tirib qolsa, mansablarini saqlab qilish u yoqda tursin, kallallarini saqlab qololmaydi. Shunga ular oxiri atigalik qabulda eg'iz ochdi. Janobi Qibligoyimiz uzundan beri o'rin tutib yetib qolganligi uchun toji taxt boshpanasiz qilyotdi. Bunda ketaversa saltanat ishlariga daxli yetib qoladi. Xonish oyim qurultoy chaqirib, shahzodalardan birarini noib xonlikka ko'tirsak deydi. O'zlacha qandoq qilsak bo'ladi, janobi amirlar? So'radi Ulusbegi hech nimani bilmagan qiyofatga kirib olib. Bizmi xonish oyimning taklifini loyiq ko'rdik, deyishdi amirlar texmo asraylab. Janobi oliylarning muborak kunining qachon shifo tepishini bilmaymiz. Shunlashqa shahzodalardan birarini noib xonlikka ko'tirsak, oliylarning ko'ngildagidek ish qilgan bo'lamiz. Ham bu saltanatimizning osoyishligiga foydali. Ulusbegi Xudoyidat ranjigan qiyofatda ularga qopqini turib tikildi. Janobi amirlarga Felitin xon oliylarning keragi qolmabdi-da.
yo'qsa. Bizning muddaimiz hargiz undaq emasdir, Ulug'bek hazratlari. deyishdi qattiq cho'chib ketgan amirlar tillarini chaynab. Aliylari harakatsiz, zuvonsiz bo'lib qolg'achqa, shu biz qiblagoyimizning muborak tinining shifoliq tepib, kesal azobidan qutulib ketishidan cheksiz umidvormiz. dedi Ulug'begi tamkinlik bilan ularning so'zini bo'lib. Garchi xon oliylari zuvondan qolgan bo'lsa-mu, as'oshini yo'qotgani yo'q. Zehni quvvati joyidadir. O'ylab baqsular janobi amirlar. Moshundaq chaqda qurultoy chaqirib noib xon belgilasak, oliylarning dili ozor emasmi? Avom ra'iyat orasida oliylarning ahvoli to'g'riliq fitna fasod paydo bo'lmasmi? Saltanatimizning ag'yorlari buningdan foydalanib, avom ra'iyatni saltanatga qarshi ish ko'rishga qutratmasmi? Hozir Qumul, Borizko'l diyori Mo'ng'ullarning tahlikasida turibdi. O'rdida bundaq ishlar yuz bersa, yog' bilan yog'i qilayotgan sarkarda lashkarlarimizning ko'ngli bo'linib ketmasmi? Amirlar Ulug'begiga gap tepib berolmay lossida bo'lib qolishdi. Bundaq bema'ni xiyollarni oz qilib, xon oliylarining kesal azobidan tezroq soqiyib ketishini tilasinlar. Kimiki og'ziga kelgancha jo'ylab, o'rdidagi ishlarni sidqi yoysa, el yurtda fitna fasod paydo bo'lishiga sabab bo'lsa, avom ra'iyatning ko'nglini beorom qilsa, xonga osiylik qilganlar qatorida qattiq bir taraf qiladi. Ular qurultoy chaqirib noib xon belgilash taklifini bersak, o'rdidagi ko'p sonliq amirlarning qo'llashiga erishimiz deb o'ylashgan edi. Biroq hech kim ularni qo'llab bir eg'izmi gap qilmadi. Ulug'begining so'zlarini cho'chib turib anglashdi va alman-talman qo'llab ifoda bildirishdi. Barhaq, Ulug'bek hazratlari haq aytadi. Janobi ona hazratimning muborak tinining tezroq shifoliq tepishini tilaymiz. Qiblagoyimizga uzun umr tilaymiz. Hozir qurultoy chaqirgan payt emas. El yurtning ko'nglini xotirjam qilish hammadan muhim. Xeylidan beri Sultan Shir Muhammad xondan ranjib yurgan Ulug'begi Xudoyida barliq umidni Shahzoda Uvays xonga bog'lab, o'rda ishlariga ancha aralashmay yurgan edi. Biroq kutgan qaralda Shahzoda Uvays xondan xabar bo'lmadi. Bu ish uni xeyli andishiga silib qo'ygan edi. Shahzoda Uvays xon Qumulga rasmiy yurish qilgandan keyinla, ondan Olchinbekni Ulug'begiga xabar yetkazishga avatdi. U sadoqatman nökeri Olchinbek bilan ko'rishgandan keyin, ondan Ulug'beglik martabasiga tayinib, xonning atrofini o'rab olgan amirlarni bir-birlab xondan yiroqlashtirdi. Kesal azobida qiynalib, g'eribsinib qolgan Sultan Shir Muhammad xonmo Ulug'begiga ilgirgidek so'g'uq muomala qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Shundoq qilib, Ulug'begi o'rdidagi nopozini qaytadan tezla asliga keltirib oldi. Shu oraliqda Shahzoda Uvays xonning Qumulga kelganlik xabari yetib keldi. Har qanday amirning sirtdagi ishlarni xonga ma'lum qilishini qattiq cheklagan Ulug'begi bu xabarni xonga o'z og'zi bilan yetkazdi. Bu xabardan Sultan Shir Muhammad xon xuddi beshiga chaqmoq tushgandek cho'chidi. Chiroyi ko'kirib, bir hazo gap qilolmay qoldi. Darhol yorliq tushirilsin. Qumul amri Supurgi Mirzo ol tuzkur shahzodani darhol tutib o'rdiga avazsin. Kollisini avazsimi mayli? dedi Sultan Shir Muhammad xon aran so'zlab. 2 kun o'tganda
Ulusbegi Sultan Shir Muhammad xonga Shahzoda Uvays xon bilan Supurgi Mirzaning birlashib qo'shin tashkillab Mo'ng'ullarga qarshi jang qilmoqchi bo'lganligidan ma'lumot berdi. Bu qitim xon texmi qattiq g'azablandi. Farmonimga xiloflik qilgan ol tuzko'z Supurgi Mirzaning kallisi ilinsin. Darhol ijro qilinsin. Dedi jalaqlab titrab. 2 hafta o'tganda Ulusbegi Sultan Shir Muhammad xonga Shahzoda Uvays xon bilan Supurgi Mirzaning Mo'ng'ullarni tarmar qilib, keynidan Baris ko'lga qo'g'lab ketganlik xabarini yetkazdi. Bu ma'lumotni anglab, Sultan Shir Muhammad xon nafas yetishmay ustiga o'rida tinib xorqirdi. Ko'zining qoriqi tortilib qoldi. Tishlari kirishib, og'izdan ko'pik keldi. Teviblar aram tasda uni tinchlantirdi. Afsuski, Sultan Shir Muhammad xon suvandan qolgan edi. Mana haftadan beri suvansiz yotadi. Gap qilish uchun og'zini o'mallaydi-yu, lekin ovozi sirtga chiqmaydi. Ming tasda tovush chiqaradi. Lekin nima demakchiligini hech kim anqira olmaydi. Oliylarining qishig'a bundan keyin Tevibdan boshqa hech kim xolg'on chiqarmasin. Dedi Ulusbegi farmon jakarlab. Chunki xon oliylari hozir Zuvandan qoldi. Qishig'a kirib chiqib yursanglar, sizlar bilan mungdashqisi keladi. Gap qilay desa, tili Zuvanga kelmagandan keyin texmi bak beoram bo'ladi. Bu oliylarining kesilining tezroq shifo tepishiga foydasizdir. Ulusbegi Xudoyidat mushu ishni bahona qilib Sultan Shir Muhammad xon bilan boshqalarning aloqa qilishini cheklagan va o'rda ishlarini butunlay qo'liga olgan edi. Yashinib qolganiga qaramay, xeyli tetik yuradigan, oldirab qapqi echilmaydigan bu qeri amirdan o'rdadagi cho'ng-kichik amirlarning hammasi azaldan hayiqatdi. Shunga uning farmoniga hech kim g'ing-ping qila olmadi. Heyliqa amirlarning qurultoy chaqirib naib xon belgilamoqchi bo'lishining sababimi Ulusbegining kuchayib ketgan huquq imtiyozini cheklash edi. Afsus, ularning bu urinishini Ulusbegi 2 eg'iz gap bilan yo'q qilavatdi. Ha-a. O'z g'imi bilan qolgan boshqa amirlarmi mushundaq inchki vaziyatda Ulusbegining tishiga tegib qo'yishni xohlamaydi. Shunglashqa Ulusbegini qo'llab sadoqat bildirishga boshlagan edi. Ulusbegi Xudoyidat ko'nglidagini hech kimga bilindirmay, to'lima xotirjam yurgandek qilg'ini bilan oldirab qolgan edi. Chunki Sultan Shir Muhammad xon olimodiz tuyuqsiz qazo qilib ketsa, qurultoy chaqirib 2 xonzodadan birini taxtga o'ltirg'izishga majbur bo'ladi. O chaqda Ulusbegi har qancha qilibmi saltanatning bu muhim ishini keyniga surishga sabab topolmaydi. Yangi xon tiklanibla qolsa, Shahzoda Uvays xonning taxtni tortib olish ishiga hamdamda bo'lishga iloji qolmaydi. Yangi xonga hamdam bo'lib taxtni qo'g'dashga, Shahzodaga qarshi turishga majbur bo'ladi. Chunki azaldan davomlashgan udum bo'yicha Ulusbegi mayli qandoq ish yuz berishidan qat'iy nazar xonga cheksiz sodiq bo'lishi kerak edi. Unda qilmasa, Ulusbegilik martabasiga, shon shuhratiga yuz kelolmaydi. Al ulusning la'natiga qoladi. Qerib 2 puti go'rga sangilganda xonga osiylik qildi degan haqoratni ko'tarolmaydi. Shunga dastlabdala Shahzoda Uvays xonning taxtni tortib olish ishiga mo'tadil pozitsiya tutgan. Sultan Shir Muhammad xonga bo'lgan sadoqatini saqlab qolgan edi. Mana endi fursat pishib yetildi.
Mushu paytda Shahzoda Uvaysxon ostonaga yetib kelsa, xonning ig'ir kasalligini, ikki xonzodaning go'dakligini sabab qilib, uning taxtda o'ltirishiga, saltanatni qo'liga elishga yo'l ochib beralaydi-da, yilqidek haqoratlardan, to'qillanatlardan qutulib qoladi. Zixmi ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan eng yaxshi amal ana shu edi. Nihoyatimi afsuski, Shahzoda Uvaysxon taxt saltanatdan mardlik, bahodirlikni ustun belib, bechora Ulusbegini kalini o'g'ziga ochiqib shapaq yugizishga majburlayotdi. Ziddiyatlik xiyollardan bosh ololmagan Ulusbegi cho'nqur xo'rsinib qo'ydi. Hech bo'lmasa, Shahzoda oliylari Turpan tarafga kelgach tursa bo'ladi. Boris ko'ldagi Mo'ng'ullar bilan qilgan jangi qandoq natijalangandi? G'albi Nusratga yuzlanadiganmidi? So'yimlik navram Said Ali olib qandoqroq turgandi? Qo'yma seg'indim. Ular ostonaga tezroq kelsa, Shahzoda oliylari taxt saltanatni qo'liga olsa, menmo Ulusbeglik martabamni o'l navramga topshirib berib, Makka mukarramni tavob qilishga men olsam bo'ladi. Yoshinib qoldim. Put-qo'limda ilgirgidek undoq mag'dur, quvvat yo'q. Hech bo'lmasa, sadoqatman choparminim Olchinbek bir xabar ilib kelsa bo'ladi. Endi Shahzoda oliylarining royiga boqsam bo'lmaydi. Uni bir amal qilib, ostonaga tezroq kelishga majburlay. O'rdadagi amirlarning muddaosidan xabarlantirsam-mikin yo? Shunda qilay. Navram Said Ali olibqa ko'nglimdagini tafsili bayon qilib maktub yo'llay. Shahzoda oliylarini ostonaga akilishning amalini shu qilsin. Bo'ldilar. Olchinbekni saqlab nima qilaman? Shahzoda oliylarining nadiligi menga oydin-ku. Qo'molda bo'lmasa, Boris ko'lda. Ishqilib, ikkisining birida bor. Kimni mangussam bo'lar? O'g'lim Mir Muhammad Shohni avataymi yo? Yo'q. Unda qilsam bo'lmoqdak. Bu degan bir 2 kunlik safar emas. Mir Muhammad Shoh o'rdada bo'lmasa, ular gumonlanib qoladi. Ajaba, qasrimda Olchinbekdek sadoqatman navkardan yana biri yo'qmidi? Odam qiyrilganda gumonxo'r, birovga ishonmas bo'lib qolamdi nima? Meni Tozkor Xo'ja Sharif mushunda gumonxo'r qilayotgan o'xshaydi. Ulusbegining esiga Xo'ja Sharif kelishi hamon Xo'ja Sharifning sotqinligi sababidan vaqtsiz o'lib ketgan o'g'li Said Ahmad Mirzo ko'z oldiga kelib, yuragi echishib ketdi. Vujudi farzand o'tida o'rtandi. Ko'ziga xillida yosh keldi. Ulusbegi farzandlari orasida tili kamtuk ham gaz oshu o'g'lini boshqacha yaxshi ko'radi. Balkim mi farzandini boshqa farzandidan bakrak e'tiborlash, bakrak kuyinish hamma ota-onalarga o'rtaq o'din bo'lsa kerak. Shu sababdanmi Ulusbegi Xo'ja Sharifni mangu kechirmaydi. Qo'lidan kelsa, uni hozirla burdi qilayotgisi keladi. Boshqa saroy uylariga selishtirganda ancha cho'ng bo'lmasimi hashamatlik bezalgan. Oyuqchilariga Qur'on Karim, hadis sharif qatorliq diniy kitoblar tizilgan. Tomlariga qilich, o'qiya qatorliq jang qurollari esilgan etikobxonaga tan bilan kirib kelgan mahram yigit Ulusbegining tagsiz xiyollarga barham berdi. Yigitning qo'lida bir piyola choy bor edi. Suluq ishvoslar hazratim.
dedi yigit choy piyolasi qo'yilgan patnusni ehtirom bilan tanglab. Choyga qo'lini uzatgan Ulusbegining ko'zi yigitga tushishi bilan ko'ngli birdilla vallada yo'rib ketdi. Boyotim beri ishonchlik, sadoqatman navkar izlab bosh qotirib ketibdi mana, ko'z oldimdikisini ko'rmay. Ota-onasidan kichikli qolgan mahram yigitni Ulusbegi balachilab beqib olgan edi. Uni navrilari bilan birga xonlik madrasasida o'qitdi. Bala bekmi chechan cho'ng bo'ldi. Mayli qalam, mayli alam mahoratida bo'lsin, tang tushlaridan xeyli ustun turadi. Ammo qizlarga o'xshash yuzi tuvan edi. Tang tushlaridek o'rinsiz sho'qlik qilmaydi. Ulusbegini bekmi hurmatlaydi. Tik beqib qaramaydi. Oldidan mu to'g'ri o'tmaydi. Shu sababdan Ulusbegi uni o'ziga xos mahram qilib olgan edi. Yigit yashinib qolgan buvayning qo'li puti edi. Qasrda Ulusbegi uningsiz hech ish qila olmaydi. Shu tufayli yigitni erkilatib Qanotbek deb chaqiratdi. Keyincha qasrdagilarmi uni Qanotbek deb chaqiradigan bo'ldi. Bara-bara uning asli ismini unutib ketishdi. O'ltirsizlar, dedi Ulusbegi yigitga yenidan joy ko'rsatib. Yigit ya o'ltirishga petin olmay, ya Ulusbegining buyrug'idan chiqolmay, tanqis holatda turib qoldi. Kelsilar o'g'lim, yenimda o'ltirsizlar, dedi Ulusbegi yigitga mehribonlik bilan qarab. Yigit ko'rinibgina supining levida o'ltirdi. Qo'mul, Boriskul taraflarga yolg'iz bora olarmi? Qanotbek dast o'rnidan turdi. Kaminalari, Hazratimning otgan o'qidirman. Ulusbegi mamnunlik bilan beshini langshitdi. Buni bilaman o'g'lim. Biroq o'zlar mushi yoshga kelguncha o'l taraflarga berib boqmadilar. Men bilan birga safar qilganlari boshqa. Bu do'ram o'zlari yolg'iz. Yana kelib, yo'llari notinish bir yurtga bordilar. Uning ustiga tez berib, tez yonmasili bo'lmaydi. Hazratimning farmonini jon dilim bilan o'rinlashga tayyorman. Ulusbegi yigitning bu vazifaning hudisidan to'liq chiqa oladiganligiga ishonch bog'lagan edi. Shunga uningdan yana ortiqcha gap so'rab yurmadi. Undaq bo'lsa, menga qog'oz qalam tayyorlab berib, obdan aram ilib olsunlar. Ati bomdoddan yenib yo'lga chiqdilar. Yigit bulungdagi chaqqong'ini shirani ko'tirib kelib, Ulusbegining oldiga qo'ydi. Ondan qog'oz qalam akilib, siyoh donni ozroq namdab siyoh ezishga kirishdi. Qanotbegning har bir harakatini tafsiliy ko'zitib o'ltirgan Ulusbegi atigan uningga qo'mul yo'lini tafsiliy tushuntirib qo'yishni ko'ngliga pukdi. Go'zal Boriskul yoyligi tumanlagan lashkarlar bilan to'lib ketgan edi. Shahzoda Uvaysxon qo'muldan lashkar tortib kelib bo'lguncha Ison Tayshi Mo'ng'ul dalasidagi har qaysi ittifoqdosh qabilalardan yordam so'rab, Choparman Monquzxon va lashkarlarini tartibga selib, qarorgohlarini mustahkamlab ulgurgan edi. Shahzoda Uvaysxon bilan Amir Supurgi Mirzaning sarkarda lashkarlari yov qarorgohi bilan bir parsax orliq qoldirib, qarorgoh qurdi va kecha kunduz piyoda yo'l yurgan lashkarlarni orom oldirish uchun oldirib yovga hujum qo'zg'amadi. Hamda Mo'ng'ullarning kechada qarorgohga bosqin qilishidan saqlanish uchun qattiq ehtiyot tadbirlarini ko'rdi. Qumulda qattiq zarba yegan Ison Tayshimu hamdamga keladigan qo'shinni kutib, qaramliq qilishga petin olmadi.
Shu topda har ikki taraf bir-birining ahvolini qattiq ko'zlayotdi. Shahzoda Uvaysxon Eson Tayshining to'mirini tutib beqish uchun bir necha qitim jangga undab baqqan bo'lsa-mu, lekin jangga chiqmay qo'ydi. Yana nimaga saqlaymiz oliyları? Dedi bargohi oliga usibli kirgan sarkarda Bo'ron xo'ja. Aslida Borishgulga kelgan kunimizning ahdsizlar hujumga o'tib, o'nal ularni surto'qay qilsak yaxshi bo'ladi. Mana endi ularga hamdamchi qo'shin kelgili turibdi. Shahzoda Uvaysxon Amir Supurgi Mirzo, Sayyid Ali olib qatorliq amir sarkarlarga bir qarab o'tib, Bo'ron xo'jaga yuzlandi. Bu ma'lumot ishonchlikmi sarkarda? Yovga rostilla hamdamchi qo'shin kelibdimi? Rost bo'lmay amsa, dedi sarkarda Bo'ron xo'ja terikib. Chorlug'uchilarimiz o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Undoq bo'lsa, bak yaxshi bo'pti, dedi Sayyid Ali olib kulib turib. Bo'ron xo'ja taajjublanib Sayyid Ali olibga tikildi. Bu nima deganlari amirzodam? Agal o'ltirsizlar sarkarda, dedi Amir Supurgi Mirzo Sayyid Ali olibning o'rnida javob berib. Yovning qarorgohi to'limi puxta. Uning ustiga qattiq mudofaa holatida turganligi uchun oldirab hujum qilsak, sarkarda lashkarlarimizga ziyoda talofat yetib qilishidan ansirgan edik. O'zlagimi ayon. Bir necha qitim jangga undab baqqan bo'lsaqmi, ular qarorgohining sirtiga chiqmay qo'ydi. Lashkarlarimizga yo o'qi bilan zarba berishga hozirlandi. O'zlami ko'rdilar. Yov qarorgohining ichida atlik, dalda joylarda turib o'q otidi. Bizning lashkarlarimiz bo'lsa, ochiqchilikda. Bundaq ahvolda bizning komandozlarimizning otgan o'qlari zoyi ketishi, yov komandozlarining otgan o'qi talofat yetkazishi aniq. Shol boisdan hujum qilishga oldirmagan edik. Mana endi ularga hamdamchi lashkar kelgan bo'lsa, lashkarlarimizning tamomiy degudek piyoda ishganligini, o'zlarining otliq ishganligini nazarda tutib, jang qilishga oldiraydi. Endi Qo'mildagidek loyxandagi hilisi oqmasmikin janoblari? dedi sarkarda Bo'ron xo'ja. To'rt atrofimiz to'ptiz yayloq. Yovni oldab, xandak sakratmak tas. Rost aytdilar sarkarda, dedi Sayyid Ali olib so'z elib. Yog'och qozondimi bir qitim osh pishidi. Xarjinida bir qitim put sepilgan to'shikka ikkinchilab qadam bosmaydi. Shunga endi loyxandagi hilisini ishlatmaymiz. Yovni ortiqdab o'zimizning jasoratini sundirmaydi. Garchi bizning ortiqlarimiz oz bo'lsa-mu, biri 10 ga tetaydi, dedi Bo'ron xo'ja Shahzoda Uvaysxonga qarab. Ata oliylar farmon bersa, sarkarda Roji Xo'jiniyoz bilan billa ortiq yigitlarimizni boshlab purshavul bo'lay. G'albi Nusrat degan lashkar saramjonlarning oz ko'pligi bilan emas, jasoratiga qarab yuz ochidi. Albatta, tadbirmi bor, dedi Supurgi Mirzo kulib turib. Chunki botirlik o'qini tadbir yosida otsa, dal tegida emasmi? Rost aytdilar amir janoblari, dedi Shahzoda Uvaysxon. Yovga ko'mak kelgan bo'lsa, endi qarorgohini saqlab yetavermas. Yurakidagi mag'lubiyat tashvishlari tarqab, dimoqlari g'oliblik xo'raklari bilan ustun bo'lar. Nusrat tamasi ko'nglini butun qilar. Ammoki yordam g'oliblikning birdan-bir sababkori bo'lmas. Tadbir hikmat bilan ish ko'rgandilar, ondan g'oliblik to'g'ini abadiy lapildatgili bo'lar. Shuni jazm qilg'ili bo'ladi-ki, ati biz jangga undimisakmi, ol yog'i bizni jangga undar. Qo'milda ularni yengib, sarkarda lashkarlarimizning jasorati hassilab oshdi. Bu jangda
tadbirimiz g'olibligimizga asos bo'ldi. Lekin hozir yov bilan o'ttirimiz. U chetiga tuxum qo'ysa, bu cheti ko'ringidek tap-takshi yayloqdir. Bu hol yovning otliqlari uchun to'limi foydaliqdir. Atiki jangda salpalli ketkizib qo'yadigan bo'lsak, jon saqlamligimiz basi mushkuldir. Shahzoda Uvays xonning gapini anglab, sarkarda Bo'ron xo'ja jimib qoldi. Tadbiring bo'lsa ko'rsatmamsan deganni qilib, Said Ali Olibga yer tegidan qarab qo'ydi. Qarorgoyimizni bugun kecha yerim parsak kayniga chekindirayli, dedi Said Ali Olib bir oz o'ylanib olgandan keyin. Ata, otliqlarimiz turshavul bo'lmag'ay. Sarkarda Bo'ron xo'ja Said Ali Olibning ko'ziga yalt etib qarab, gap qilish uchun og'zini o'mallab to'xtab qoldi. Buning boisi nemikin? So'radi Supurgi Mirza. Bu navbat piyodalarni to'shavul qilayli. Sarkarda Bo'ron xo'ja bilan Sarkarda Roji xo'ja Niyozning otliq yigitlari ikki tarafda bo'ktirmida turg'ay, dedi Said Ali Olib tushundirib. Bunda qilsak, yog'iy qarorgoyimizni chekindirganligimizni hamda piyodalarni turshavul qilganimizni ko'rib, yuragi teximi yo'g'inaydi-da, behudlichidir. G'albi tamasida hech nimaga qaramay hujumni tezlatdi. O'lchaqda shiddat bilan bostirib kelgan otliqlarga taqobil turmoq tasga to'xtarmikin? dedi sarkarda Roji xo'ja Niyoz. Taqobil turish u yoqda tursin. Piyodalarimiz yovning ot tuyoqlarida dasilib ketadi, dedi ishq og'i Oxunbek. Otliqlarimiz to'sib bersa, piyodalarimizning taqobil turmoqi osonga tushadi, dedi sarkarda Manglik Oxniyoz. Shahzoda Uvays xon bilan Amir Supurgi Mirza nima deydigan deb Said Ali Olibga tangli qaradi. Hozir ko'zpasi bo'lg'ashqa yayloqning o't cho'plari bakmi bo'liq. Men xeli obdan kuzatdim. Ang pakar o't cho'plarmi odamning qoq-paqalchikiga keladi ekan. Egiz o'sganlari tizdan oshidi ekan. Oshi o't cho'plar orasiga qo'zi qiqib tana tortaydi. Qo'yinda chepib bostirib kelgan otliqlarning oshi qo'ziq tanalarga putlashmaganini men bir ko'ray. Shahzoda Uvays xon bilan Amir Supurgi Mirzaning chiroyiga villada kulki yugurdi. Piyodalarimiz yolg'ondan hujum qilib, rostdan qochdi ekan-da, dedi sarkarda Manglik Oxniyoz. Durust aytdilar sarkarda, dedi Said Ali Olib. Oltan qo'ziqlarga tumanligan otliqlarning putlishini atayin, dedi sarkarda Bo'ron xo'ja toza qoyil bo'lmay. Putlashmay bostirib kelganlarini-chi? Ularni Badri qo'ziq bilan to'saymiz, dedi Shahzoda Uvays xon ishonch bilan. Yerdan 2-3 gaz egizlikda cho'qchiyib chiqqan Badri qo'ziqlar qo'yinda chepib kelgan otlarning dal ko'krigiga sanjiladi. Ayni muddao, dedi Said Ali Olib mamnunlik bilan kulib turib. Mana shu chaqda piyodalarimiz oldidan bo'ktirmida turgan otliqlarimiz ikki yondan shiddatli hujumga o'tadigan bo'lsa, yovning otlari qudratini yo'qotadi. Tantirab, sepi buzilgan otliqlar piyodalarimizning oldida ilojisiz qoladi, dedi Amir Supurgi Mirza. Amsa shunda qilayli, dedi Shahzoda Uvays xon bu tadbirni qabul ko'rganligini chakarlab. Janobi sarkardilar, hozirdan boshlab ol tadbir bo'yicha hozirlik ko'rsinlar. Farmonbardormiz. Sarkardilar egilib salom berib o'tib, bargoh oliydan yenib chiqishdi. Bugun Boriskul osmonida olqanchilikmi bulut yo'q edi. Quyosh otashlik nurlarini bu yayloqqa sehiylik bilan chachatdi.
xuddi bir maydon hayot mamatliq jangni boshlash oldida turgan tumanlagan raqiblarning qalbidagi dushmanlik muzlarini eritib etmoqchi bo'lgandek. Bepoyon yayloqdagi poyandoz solgandek tekshi o'sgan o't cho'p, gul giyohlar kech kuzning g'urg'ur shamolida yenik tavrinatdi. Xuddi tumanlagan otlarning oyog'i ostida dassilib chaylanishdan voyim yegandek. Ha-a. Bariskul dalisi, jang dumbiqining gümbürləşləri, lashkarlarning nari sadosida larziga kelgan edi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Janobi sarkarlar Tushovlarni boshlab hujumga o'tgan. Lekin yog'ibak yiqilishib ketmagan. Farmonbarsizlar Buyxon, dushmanlarimizni xuddi cho'p o'rgandek o'rib, ortlarimizga petqib yutaydi. Muborak bo'lsin Amirzodam. Mo'g'ul xonga xizmat qilish sharafiga musharraf bo'ldimi? Ranjimisizlar? O'zda topgan bola bu.